Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Yaxshimisiz sizlar? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi qizlar? Xo'p qizlar, joylar bizga yangiliklarimiz kelgan qizlar. Mana 25 mili o'sha bittadagi xalatlarimiz kelgan qizlar. Har xillaridan keldi qizlar. Mana bemalol kelib xat qilsalar bo'ladi, bemalol hammaga yetadigan qilib olib kelib qo'ydik qizlar. Xo'p qizlar, mana qaranglar, kamajlarimiz keldi. Nachosli. Mana qizlar. Mana qanday pijamalarimiz keldi deb qo'yamiz qizlar. Har xil rasiyasi bor. Sertichkali Chanel Barbie. Xo'p qizlar, kamizdan so'raganlar bor edi. Mana kamizlarimiz ham keldi qizlar. Endi bemalol kelib xarid qilsalar bo'ladi qizlar mana. Xo'p qizlar, mana qanday dantel pastillarimiz keldi qizlar. Lavli deysizlarmi, sertichka deysizlarmi, har turidan bor qizlar mana. Xo'p, duvarqalarimiz har xil turlari kelgan qizlar, ertaga sizlarga mana obzor qilib rasm olib tashlab beraman qizlar. Xo'p, angorka paypoqlarimiz kelgan. Qalin qizlar. Detskilar. Xullas bemalol kelib xarid qilsalar bo'ladi. Xo'p qizlar. Xo'p, do'koningizga yana bir videoga olib tashlang deganlar uchun alohida tashlayman. Bizlar mana bizda joylarimiz ancha bo'shab qoluvdi. Pastellar o'rni bugun qo'yib joylab qo'yamiz yana. Mana qizlar qaranglar. Ko'ryapsizlar? Xullas detski kiyimlar, pijamalar mana hammasidan bor, ko'ngillar. Kimlar nima so'ragan bo'lsa, hammasidan bor qizlar. Pijamalarimiz yangiliklari kelgan mana qizlar. Patliklari kelgan, yuqori bunaqangi arabikalarimiz kelgan qizlar. Mana bemalol kelib hammasidan xarid qilsalar bo'ladi. Mana qizlar, 45 millilarimiz ham bor qizlar. Qizlar, bizlarga poliy skladga taxlab qo'yganmiz qizlar. Hammasidan bor. Univarlarimizdan ham bor, rasitkalari bor qizlar. Xo'p qizlar, bizda yangiliklarni joylayapmiz qizlar. Korobkalarga joylab qo'yamiz, ertaga bemalol kelib o'sha 4 millilar xarid qilsalar bo'ladi qizlar, maza qilib. Kim nima xohlasa maza qilib olib xarid qilib, xullas sog'iga berasizlarmi? Xullas nima qilsalar ham qilinglar, lekin 4 ming so'mdan maza qilib xarid qilinglar qizlar. Bu narsada uni bizlar bosib qo'yganmiz, shunaqa ko'p qizlar, hammaga yetadi. Kelib xarid qilsalar bo'ladi, ko'ryapsizlarmi qizlar? Yuklarimiz to'la qizlar. Mana shu kiyimlar ortida hammasida yuk bor qizlar. Mana ko'ryapsizlar, hamma joyda yuklar bosilib yotibdi. Bemalol kelsalar bo'ladi. Xo'p. Mana qizlar. Xullas bizlardan vaqtimon ko'rmayapti, chunki yuklar o'ta darajada ko'p qizlar. Xo'p. Mana pastillarimiz ko'ringlar. 0 ga deyolmayman, lekin ko'p tugab ketdi. 0 ga tugab ketdi deyolmayman, chunki kerak yo'qda qizlar, 0 ga tugab ketdi. O deb nima desa bo'ladi? Voy, 0 ga tugab ketdi mana narsalarim. Mana boshdan teryapman. Deyish shart emas. Ko'ryapsizlar qizlar. Xullas, anchagina tugab qoldi o'rni, ancha bo'shab qoldi. O'rnini to'ldirib qo'yamiz qizlar. Xo'p qizlar, mana 35 millik yechimlarimizdan ham bor, ro'mollar bor. Mana qizlar, pastel hammasi bor. Dasturxonlarimiz, ipaklival, xo'p, adyollarimiz zo'r ketyapti. Hozir sezon bo'lgani uchun o'ta darajada ko'p adyol sotilyapti qizlar. Adyollarimiz o'rni bo'shab qoldi qizlar. Uzoq indinga yana keladi adyollar qizlar. Bir kishi adyolimiz umuman qolmadi qizlar o'zi. Chunki dash sotiladi qizlar. Xo'p. Mana shu 85 millik ko'nyal lazimlarimiz. Bu ko'nyal lazimimiz 135 ming qizlar. Iymanolardan bor qizlar. Bular HB yozgi. Hali sezon o'tgan yo'q buni, chunki bu namaga qish bo'lsa ham masalan kimlardir domda o'tiradi, kimlardir issiqda o'tiradi. No, ichingizdan kelgani nima desa bo'ladi? Ko'nyallar ichidan kelgani bo'lardi qizlar. Mana qaranglar. Moyskoy ko'nyallar. Xo'p. Qizlar to'yimizga 10 yil bo'lganda berilgan gul ham bor edi. Xo'p qizlar, mana o'sha Sifat tekstil namangan filiali. Xo'p qizlar, mana qaranglar. Ro'mollarimiz, zakokalarni oxirgisini ilib qo'ydim to'g'risi. Pachkada taxlanib turuvdi. Zakokalar juda zo'r ketdi, alhamdulillah. Xudo xolasa bundan bag'aga hamma narsani har 3 kunda zakaz qilib, har 3 kunda to'ldirib qo'yamiz inshaalloh bundan bag'aga qizlar. Xullas sizlar uchun hamma yangilikni qilamiz qizlar. Bemalol kelib, xohlasangiz o'zingiz uchun, xohlasangiz qatarga, xohlasangiz nima bo'lsa savdo uchun bemalol kelib, shu yerdan savdo qilib, maza qilib, xarid qilib, xo'p o'z faoliyatingizni boshlasanglar bo'ladi qizlar.